Yangshan ko'ldagi baturlar nima uchun fanglab hujum qilgandan keyin nayt eg'ir yarlindi, nurg'unlari hatto 60-70 dan ortig'i o'lib ketdi. Uningdan burungi janglarda nima uchun bularda unda o'lish yozisi ko'rilmaydi. Masalan, mayli Shivungon tutish, mayli Lyogo bilan bo'lgan jang, mayli ordu qo'shinlari qarshi qatorliq jihatlarda bu 108 polvon o'lib ketmagan bular. Biroq oxirida fanglar bilan jang qilgan vaqtda nima uchun shuncha ko'p o'lib ketdi? Nima uchun shunda fojialik taqdir etdi? Mazmun qizilg'alik Guanju qilib bir yurak urib davomini anglaylar. Endi bu Subuyda nomli asardagi Yangshan ko'ldagi bu janglarga qarasak, bular fanglar bilan tutishdan burun asosan yengilib baqmagan. Izchil jang qildi, jang qildi. Chaogayning o'limini hisobga olmagan bunda. Biroq fanglar bilan tutishgandan keyin bularda yengilish, nurg'unlari echinish o'lib ketish ko'rindi. Endi buning sabablari qarasak, birinchisi baya degandek to'xtamay g'alaba qilganlik uchun bular ko'ranglashga boshladi. Üzün tutanmadı, haqqa uğurlaşdı, özlerine temenna koyup biz bek yama okşaymayız, Yangshan ko'ldagilar canı so'raydi okşaydı deb o'ylab qoldik. Eng muhim sebep fanglarmı hakikaten kuchli. Fanglarning qo'lidimi 108 polvondan qilishmaydigan nurg'un botir azmatlar bor. Nurg'un polvonlar bor. Yangshan ko'ldagilar bor emas, shunday polvonlar. Fanglarning qo'lidimi nurg'un. Bu qatim haqiqiy kuchli dushmanga duch keldi bular. Onun size bu yer fanglar tarafı yüzü güçlük, yer, joy şaraiti bular faydalı, bular müdafiyada tutdu. Yangshan ko'ldagilar jiroq yerdan kelib bularga hujumga kelyapti. Endi bu ishlarni lashkariy tadbirga tamamen uygun. Üçüncüden, Yangshan ko'ldagilar uzoq yo'lni besib kelib bu fanglar tarafı bu yerning havosini tushunolmadi. Qo'llari og'rib qoldi, yuqumli kasalliklar tarqadi, shuningdek bularning ro'yi tushdi. To'rtinchi bir muhim sabab bularning xislati tüpi endovchan yo'q. Bu endovchan xuddi ishbachalik haqida qisatki Xuatoga o'xshashlar bir xislat tüpi. Oxirida bular fanglar hujum qildigan vaqtning o'zida Sun Xuizong podshoh bu endovchan orda hakimlarga kirsin, bizning keslimizni ko'rib qo'ysin deb yomon keldi, buni Sunjangdan talab evoldi. Endovchan orda kirib qoldi. Onun bir narqandığı yarlandı bu iş olsa endovchan kitla derhal saqaytıvatdı. Bu qitim endovchan yo'q, jangga kirgan bu Yilyabon doktorlar bo'lmasa, yarlanganlarni kasal bo'lganligini kim davolaydi? Shuni bilan bularning kasal davomli eg'irlab, o'lib ketish ko'plab ko'rildi. Endovchanning yo'qligidan. 5-chi muhim sabab orada Yangshan ko'ldagilarning orqa saf ta'minotini uzatdi. Ya'ni bular burdigan ochlik, qurol-jaraqlarni qisqartirib kemaytdi. Jangni qilsang qilmasang yo'q yerga keldi. Shundan bular osh qo'saq jang qilolmaydi-da. Endi chikinay desa, ordiga bular nimbagan. Ilgirlaysa oldi kuchli dushman bor, lekin qo'saq osh nachar bir sharoit kelib qoldi. 6-chi muhim sabab qo'shin bo'lindi, parchalandi. Ya'ni eng katta biyati darvish sihir jadusi va gungsunzan bularni tashlab ketdi. Uning birin gungsunzan falseli, bavara, yağmur yağdırıp bulutunu taqlib, nurg'un ishlarni qilib bergan aslaslarga qarab baqsanglar, sihir jadusi bor buning. Nudishin piyod lashkarlarining beshi bum qaytib ketdi. Linchung o'lib ketdi. Demak, bular ishki bo'lindi, ko'ngil sundi. Oldidagi ittifoqlik birlik buzildi. Endi bu Yangshan ko'ldagilar shu yuqorqidek muhim sabablar tufaylidan oxirida fanglar bilan bo'lgan jangda dahshatli ichinish mag'lub bo'ldi, nurg'unlar o'lib ketdi. Oxirdan bir fanglarni yengdi, biroq yengan bilan bularning chiqimimi fanglardan qilishmaydi. Pensiz chiqim tatdi bularni. Undaqda Yangshan ko'ldagilar nima uchun fanglar bilan birlashmaydi? Navoda Sunjanglar fanglar bilan birlashsa qanday oqibat kelib chiqdi? Bu mazmun qiladigan do'stlar, meni Guanju qilib birdan yaxshi yurak urib, keyingi sonlik mazmunga diqqat qilinglar. Rahmat.